Qo'rqmayapsanmi bolam deyaptim. Setlarni yoqib o'tirib tur bolam, hozir boraman. Men bitta mashina zakaz qilsak, bizani olib borish o'rniga ajdaniyani urib, bizdan pul ishlab. Bitta. Najat. Voy Najat. Asal qizim mana. Sen hammadan chiroylisan bola. Sen hammadan aqllisan bola. Boringga shukr bola. Biz chaqirtaysiz, sevinch o'tiraveramizmi? Ha? Shuncha olgan kapiringiz ichkaridan urding-da, to'g'rimi? Ko'rsatadi opa hamma narsani. Biz qattiqligimizni ko'rsatib turadigan qilib urdimda. Ko'rsatadi, xavotir olmang. Shundoq saqrang turib turadi. Ya bu shunaqa shantaj qilib pullar ekan. Xo'p, opa, mayli. Men seni opang emasman. Men seni opang emasman. Kim bo'lsa, sen nima opang bo'lganda opangga bunaqa muomala qilmasding. Sizni muomala bolangga bunaqa munosabat qilmasding. Ha, hech ham bunaqa qilganinga sen bosh anaqani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urgan anaqani shunchalik qilding. Buni gapiraman men. Bak, senga gapirayotganimda qizimga gapiryapman. Qizimga gaplashing, tushib gaplashing mashina. Yo'q, tushib gaplashmayman men. Tushib gaplashmayman men. Meni mashinam. Yo'q, tushib gaplashmayman. Seni mashinang bo'lsa, men 7,5 ming pulni shilvaganing uchun men mana oxirigacha boraman. Bo'ldi. Bildingmi? Men ham 7,5 ming pulni kreditga olganman. Mayli, xo'p. Ayollik sha'ni qadr qimmati mana qilganing uchun. Ko'ramiz, kim sha'ni qadr qimmati. Nima ko'ramiz. Najat. Asal qizim men. Alo, assalomu alaykum. Anaqa tez skoriy jo'natib boring. Yuqori Chirchiq tumaniga. Zaifga berilgandagi. Zaifga berilgan, lekin hali kelmadi. Yuqori. Anaqa internasional больницасida. Internasional Sulton Varohat mahallasi. 94lik 518 1478 Klimatov va turibsiz. Zapravkani oldida. Ha, zapravkani oldida. Mashinada mazasi yo'q. Xolis guvohlarimiz ham bor. Chaqirayotgan paytimizda. Xo'p. Sen opang emasman, senga gapirayotganim yo'q. Menga umuman gapirma. Mashinadan umuman gapirma. Yo'q, men sen mashinani sen 7,5 ming pulimni qaytarib bersang, keyin tushaman. Bildingmi? Ha, siz meni vaqtim o'tgan. Sen meni vaqtim bo'lganing uchun men sizga jo'da javob beraman. Nimaga men qaytarib berishim kerak? Men necha kilometrdan kelyapman. Men olganim yo'q uni. Baqirma menga. Menga baqirma. Gaplashma, qizim bilan gaplashma. Gapiryapman. Senga gapirayotgan yo'q, menga gapiryapti. Gapirma meni qizimga. Tushun mashinadan. Tushmayman men. Tushmayman. 102 kelsin, ko'rsin ahvolni. Tushmayman men. Отказ berishdan oldin o'zi so'raydi. Yo'q, ajidaniya berdi-ku, o'tirganimizda. Kelganimdan keyin nima beraman? Ajidaniya berib, o'tirganimizdan keyin ham o'sha 71 raqamiga telefon gapirma, Sevinch. Gapirma. Yo'q, gapirma umuman. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, hormang. Kopchab chiqibman, ichki ishlardan aka. Ayt, yordamga kelinglar, iltimos. Tezroq kelinglar. Iltimos, menga tegish olib qo'ydi bu odam. Aka, iltimos, keling, iltimos deyaptim, keling. Men Gulnaz, iltimos. Tuman mashinasini qulab olib chiqazmoqchi mashinasidan. Tuman qanaqadir больницасida. Iltimos, Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Sariq zapravkani oldilar mana aka. Iltimos, sizdan yordam bering. Yordam bering. Bo'ldi, baqirmang. Yordam bering, taniysiz-ku meni. Yordam bering fuqaroyingizga. Baqirmang, opa, yo'lga. Siz ko'rmayapsizmi qilayotganini buni? Aka, nima bo'pti o'zi? Aka, keling. Yordam bering, iltimos. Yo, telefon tushuntirib bo'lmaydi aka. Iltimos, tezlashing aka. Astagfirullah.
tezroq kelinglar. Men necha ming, 10 ming deyarli bir 3 ming tuma oldim, zaifga berdim. Kelinglar, mazam bo'lmayapti axir. Shu nomerdan bergan. Ha, shu nomerdan berganman. Nima bo'lgan opa? Bitta bola tega bansadan mazam bo'lmaydi, chiqib bansadan zakaz ursam, Yandexda. Bansadan tashqarisida turib, mashinasini quflab olib, ichkaridan naq qilib, mani tejoli qilib battar mazamni qochirdi. O'zi bansadan kapelnisa olib, yosh bolam uyda bo'lgani uchun Yandexda uyga bormoqchi edim men. Sizga ketishyapti yo'lda opa. Qachon keladi? Qachon? Bu bola mani yana battar mazamni qochirish uchunmi haqorat Assalomu qilib? alaykum. 102 ga beryapti. 102 ga qilib oldimmi? aka? Hozir borishadi yo'lga. Men o'lganimdan keyin kelgan nima foydasi bor? Aka, mana nima tuman markaziy shifoxonasi, Yuqori Chirchiq. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Mana video. Okaxonamizga sabr tilayman. Yaxshi ham video registrator bor ekan. Agar video registrator bo'lmasa, bu holat juda ham achinarli bo'lishi mumkin edi bu narsa. Sabr tilayman. Omad sizlarga.